Qazi Kalan Seyfiddin Hazretleri geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Qani boshlaylik. Bazardan baldurli qaytib kelibsiz-ku deydi. Bugün bazarda birim do'kon ochilmabdi. Yegudek hech nim topolmadim. Nemishqa? Hammaylar mahkamaga ketibdi. Vazir Asram bilan Yasovul biga ashmon sotildi ekan. Ammo otam mahkamaga da'vogar va guvohchilardan boshqa hech kimni kirgizmaydigan tursa. O'g'u shu. Shundaqdimi hammaylar mahkamaning oldiga yig'ilib, hukm xabarini saqlab o'tiribdi. Bo'pti. Bugun bani yeb turayli va deydi. Qazi Kalan Hazretleri u yerda varang-churunglarda qanday chidaydigandi ha? Otam ularga ko'nib ketgan. Alloh yordamchisi bo'lsin. Rahim qilsin, Qazi Kalan Hazretleri. Xazinni bulab manganda faqir miskinlarga rahim qilish xiyolingizmi kirib qo'ymagan bo'g'idi. Ishkilisi umrvoyat zindonga mahkum qilinsin. Men assalomu alaykum. Sizlarni ziyofatga boshlab boray. Mana. Bilaman, bugun sizlar bek charchab ketdilar, Qazi Kalan. Xizmatlarda bo'lish burchimiz xalifa. Sizlar bilan haqiqiy do'stdek, qarindoshlardek muntishlaydi ekanman. Bu men uchun sharaf. Qayerdan boshlashni bilmayapman. Qani o'ylaganlarini aytavasizlar, xalifa. Asram bilan uning odamlariga ishinib, cho'ng xatolik o'tkazdim, Qazi Kalan. Hammamiz xatolashimiz. U badbaxt o'rdining ham yeriga o'zining buzg'unchi qo'lchumoqlarini to'shqizib yetibdi. Endi hammasini biroqla haydavassak, davlatimiz holash ahvolga tushib qolishi mumkin. Davlat buzg'unchilarni tugutib, agirdillarni o'ngshaydi. Adolat birdan-bir chora. Sizlar vazirim bo'lishga qo'shilgan bo'lsalaring, bu yukmi menga ig'ir kelmagan bo'ladi, Qazi Kalan. Qazi Kalan faqat bir muncha Qazi Kalanlar va qonun shariat egilari tarafidan tanlanadi. Aldirab mansabga qo'yish va ilib etish yaxshi emas, xalifa. Bilaman. Bu mening faqat sizlardek solih kishiga bo'lgan orzuyim ham hurmatim. Alloh ahvolimizni yaxshilab, qiyinchiligimizni hal qilib bizni to'g'ri yo'lga boshlag'ay. Bu akşam bizga qaysi qismini aytib berdilar buva? Sizlarga dunyo tirikchiligidan qo'l uzib, rohib va zohid bo'lib, ömrünü ibadet bilan o'tkazaman degan bir kishining hikoyasini aytib beraman. Bu qismning qiziqi yo'qmi nima? Unda oldirab hukm chiqarsangiz, xatolikqa yo'l qo'ysiz. Jim o'tirib anglaylamsiz? Qissamizdagi bu kishi İsa alayhissalomdan keyingi Payg'ambar alayhissalatu vassalamdan burungi zamonda yashagan bo'lib, ismi Barsisa ekan. Barsisa. Men bu qissani bilaman ota. Bu qissa bolalarga munosib emasmikin? Dinni qissalar har qanday zamonda va har qanday yoshdagi kishilarga mos kelaverdi qizim. Vaqaliqi bolalarga ig'ir kelamdikin deyman. Payg'ambarimiz kishilarni o'z nafsidan chora ko'radi. Kuni boshlasizlar buva. Aytilishicha, Zoid Barsisa 40 kun faqat suv ichib ro'za tutadi ekan. Bir kun aram elib o'lib, yana 40 kunlik ro'zasini boshlaydi ekan. Ey Parvardigor. Ey Parvardigor. Rahim qilsin. Rahmat qilsin. Men everib bek charchab ketdim. Zohid Barsisa nimishqa bu xilvat joy turdig'ando? Pasroq gap qil Anfunis. Barsisaning diqqatini chashmayli. U xilvatda o'tirib Allohga ibodat qiladi. Oxiri keldi. Men chiqib baqay. Ey Allah, menga rahim qilgin. Rahmating buyukdir. Hozir namoz o'qiyotibdi. Qachon tugaydi u? Bilmayman. U ba'zida 10 soatlab namoz o'qiydi. Ba'zida to'liq bir kun ibodat qiladi.
Düşmanlarga beddua qilishni so'rab keldik. Bir kun saqlay olmaymiz. Mağayla Berson. Mağayla. Başqa çağda kelsek bo'g'dak. İblis Zahid Bersisani ozdirishni ko'ngliga pukibdi. Nim bo'ldi lapirim. G'amga ketib o'ltirib ketibdi-ku. Heliq Zahidni ozdirsin deb bir shayton avatgan edim. Uni ozdiramay kepti, ozdiramay. Bersisan demdi la. Men bir sinab baqaymi? Sen mening eng zerak va sodiq shogirdim. Zahidga qilmagan vasvasimiz qolmadi, oq shayton. Men bir sinab baqay pirim. Sinaganning ziyni yo'q. Ozdirishga amroqligini yoqtirman, oq shayton. Qani sinab baqin. Ishingni menga vaqtida ma'lum qilib turgan. Bo'lamdi? Ey Parvardigor. O'zlari kim bo'ladilar? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ey hurmatli Zahid Bersisa. Va alaykum assalom. Ayyibga bo'yin bag'aylar. Xeyli vaqtdan beri etikab xonamga kirib, kaynimda o'tiribdilar. Hech harakatmi qilmadilar. Men misildek ibodat qilaman. Sizlarni malol qilib qo'ymagandiman. Yo'qsa, lekin sizlarni taniyolmadim-ku. Onunga cho'qindiganlar meni yaxshi taniydi. Tug'ilgandan tortib o'lgicha menga yaxshi muomalada bo'ladi, Zahid Bersisa. Barhaq texicha o'zlarini tanishtirmadilar. Sanoqsiz maxluqotlarning ichidagi birsi xolos. Ismning nima ahamiyati bo'lsin deydilar Zahid Bersisa. Durust, o'zlari donishmand ustozda qiladilar. O'zini donishmand chaqlaydiganlar haqiqiy ahmoqlardir. O'zini ilmli hisoblaydiganlar bo'lsa, nadonlardir. Sizlar kunlab ibodat qiladilar. Taqsir. 40 kun uzildirmay ibodat qila olayman. Yeb ishmamdilar. Mening yeb ichishga ehtiyojim yo'q, taqsir. Qandaqsiga? Badanimni dunyoning barliq ehtiyojlaridan behojat qilib ko'ndirganman. Mana shularni o'gitib qo'ysalar. Ondaqda men sizga bir duo o'gitib qo'yay. Kasallarga o'qisalar darhol shifo topadi. Bu mumkinmi? Ko'rganda ishinib qoldilar. Qandaq planing bor, oq shayton? Ordadagi hakimlar va Amir Umarlarni yiniga berib, ularning ichiga kirib olaman pirim. Buni Bersisa bilan nima aloqasi bor? Ondan ular heliq Zahidni izlashga boshlaydi. Zahid mendan o'ginib olgan heliq duoni o'qiydi. Tushundim. Sen kasalning tinidan chiqib ketsan, kasal shu an saqiydi. Shundaqmi? Tamamen to'g'ri pirim. Jahannamlik plan bo'pti. Mening e'tiborli shogirdimsan. Bu men uchun katta sharaf pirim. Bundan keyin boshqa planlarni ishga kirishtiraman. Muhimi avval Bersisaning ishonchisini qo'lga keltirish pirim. Shayton desan. Shogirdlari pirim. Voy vaycan, voy bishim, vaycan, bishim portlab ketayli davatida. Voy. Chinsizlar bazam. Hakimlarni chaqiringlar. Hakimlarning hammasi ko'rsatdi Shohin. Shoh alilari, vazir bilantisini saqlash uchun mening bir taklifim bor. Anglab boqamlar. Qani so'zlar yasovul anavu. Shahar sirtidagi ibodatxonada itikobda o'ltirib kun o'tkazadigan Bersisa ismli bir zohid bor. Anlaganman. U qanday davolaydi? U zohid Xudogo'y, Allohga duo qilsa qabul bo'ladigan bir zohid. Voy canım, ağam qaynağatıda, çiliyamadım, voy can. Zahidning yiniga darhol ep beringlar. Unimi sinab baqayli. Hozir yo'lga chiqinglar. Men sizlarga aytdim. Men ancha emas,
Onun dua qilib qo'yayli, hazratlarim. Onun dua. Xosiyatli duolarni o'qib qo'ysizlar hazratim. Xosiyatli duo. Sizdan boshqa saqaytanmaydi. Kim turvasanlar, sinimay amalim yo'q o'xshaydi. Xuddi yılan deşim yuvatıdı. Men sinab baqay. Ölüp bile gidemem. Oy ay. Gözüm geldi. Gelimi boğatıdı. Çıkıp ne geldi? Keselmi yok. Kulağımı katmış. Ağırlık peseydim ha? İşte mi yok? Yangılıp gittim. Qoltis duo ekan. Dualar icab etgan, hazratları. Men hech nima qilmadim. Bak kamtarkalloh hazratim. Bekkan takkan. İcazet versle. Kolları söysek bizge mi bereket yağsın? Başqa gap yo'qmi? Texich Zoid Barsisa'nın gapini qilib o'tiribsizlar-ku. Ey Rimunda, sen o Zahid'nin vezirini qandaq saqaytqanligini o'z ko'zing ko'rgansan. Zohid ustoz bo'lmagan bo'lsa, vazir bilan og'riq dasini o'lib ketadi. Siz burun hech kimni ustoz deb baxmagan edingiz aka. Ustoz Barsisa odatlik odam emaskan. Farishtakan, farishta. Shundaqmi? Albatta, Rimunda ustozning yuzidan nur to'kilib turdi ekan. Nayt kamtar oddiy soddiy ekan. O kichik ibodatxona ustozimiz Barsisaga uning ulug'ligiga loyiq emas ekan. Rahib va zoidlarning dunyoga berilmaydi deb anglaganman. Ular ibodat bilan o'tidi. Sen bu gaplarga qo'shiq solmay tamiqingni akilib yeyishingni bilsang bo'lmamdi. Mang. Tamiqingni akilib ye. Ma'qul aka, mana hozir. Qo'shni qabilalarning hujumi ko'payib ketyapti. Endi sukut qilib tura olmaymiz. Buyruqlarga tayyormiz, shohim. Biz urush ochayli. Urush uchun odam to'plab, cho'ng qo'shin tashkillayli. Xotirjam bo'lsizlar shohim. Qo'shinni o'zim boshlab berib, zafar quchib qaytib kelaman, inshaalloh. Jangga men boshchilik qilaman. Hammanglar men bilan kelasizlar. O'rtaq kuch chiqamsak bo'lmaydi. Buyruqni darhol o'rninglar. Sonimiz bek ko'p bo'lib ketmamdi oliylari. Farmon tushirib bo'ldim. Tayyorlikni boshlanglar. Ötünüp qalayli Barsisa ustoz. Singlimiz yanlarida qolsin. Uning qarab qo'ysizlar. Men qaytim dedim men, bo'lmaydi. Yot bir ayol zoti bilan bir uyda qandoq tura olayman? Qandoq? Bir uyda turmaydilar. İbadetxonalarning yana bir hujra sap beramiz. Har kuni ko'z oldimda yuram-da. Uningni topilib qo'ymiz. Hujrasidan chiqmaydi. Siz nimdisiz shu? Shunda qiladi. Ma'qul desizlar. Bo'lmaydi. Kichik ishlarni deb ibodatdan qololmayman. Undaq qilmisizlar hazratim. Hammamiz safarga chiqilyapmiz. Singlimizni yolg'iz tashlab ketolmaymiz. Savob bo'ladi. Bizga yordam qilsizlar hazratim. Yo'q. O'tinib qolayli ustoz, ma'qul desizlar-chu. Ammo Sizlarga yolg'iryapmiz. Bizni umidsizlantirmasizlar. bo'pti. Bu ig'ir vazifani ustimga elishdan boshqa chora yo'q o'xshaydi. Ağaçlarni bunda qo'ysanglar, uyga qanday havo kirdi? Sen tol aralashma. Hujramga dariz qo'yib beringlar. Shu yerdan sirtin ko'rib havo olinay. Sen aralashma. Bu hujra emas, zindan-ku. Qanday yashayman? Bo'ldi gap qilma. Yana nima deysa? Men qarab qo'ymoqchi bo'lgan Zoid Barsisa qayerda? Saram bo'ldingmi ahmoq qiz? Zahidning sen bilan paranglashib yuradiganga vaqti yo'q. Anladingmi? Ahmoqlik qilma. U nimdis angla. Tushundingmi? Tushundim. İblisning ishqa yordamchisi oq shayton deb chaqirdi. Uning ismi oq shayton. Eng xatarli shaytonlardan bo'lib, payg'ambarlar va solih kishilarni ozdirishga u bek tirishidi. Oq shayton planni amalga oshira olamdi bu. Oldirmanglar. Davomini aytib bergandan keyin bilib qolasizlar. Bugun bek kashib ketdi bolalarim. Sizlar bugun bek charchab ketdilar ota. Shundaq, endi uyga berib aramalay. Xudoyim buyursa davomini aytib beraman.
Tesbih bilen turgan bulut Kılgay dua kökte yürür Can kıyganğa su tenligen Ak köngüllenik kürür Yığazar birle kudur Yum tüker göz yaşlarını Taşlı kaşka bağrı taşlar Peygamberni tirik kül Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Bul eyle Allah'ın tevbimizni Rahim eyle bendiniz acayip Kur'an'da var hakiki İslam Dağlar yer başını izmin tüker yaşını Bul eyle Allah'ım tevbimizni Rahim eylem bendiniz Zahitler ki ibadetkarlar Mağrurlığı kuru koyar Nefsinin kuluyum sallar Akibette hayran bular Tövbe kılsa günahkarlar Nurlar tular Tevbikarga iman kanattır Pervaz qilib büyük uçar Dağlar yer başını